Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Mana hop, xalat sexiga kelganmiz. Xalat sexida 1790 modellarda eng yaxshilarini terib ishlatishadi. Akamiz eng ko'p ishlatishadi. Interfeysi originalda. Hop, bunda bo'lib turgan muammolar, hop bizda shunaqangi muammosi bor ekan. Muammosi, hop mana mashinkani chok juda ham katta. Bunga tugmadan olib berib yuboring. Hop, chok juda ham katta. Hop, bu chokka bunaqa tugmadan shunaqangi antikvarniy tugmalardan qo'yilar ekan. Hop, endi bunga choki ochilmayapti. Pichog'i ishlamayapti. Buni nima qilamiz? Hop, ko'ryapsizlar, chok ochilmagan. Bunda lapkani tushirib olamiz. Lapkani tushirib olgandan keyin plastik bo'limiga kirib, U interfeysiga o'tamiz. U interfeysidan 19-parametrga kiramiz. 19-parametrda effektivniy, ineffektivniyda turibdi. Buni effektivniyga qo'yamiz. Ya'ni pichoq 2 martadan urishyapti. Buni ham funksiyani effektivniyga qo'yib qo'yamiz. OK qilamiz. Xo'p. Olaverasiz shuni. Shu holatda. Hop. Hop, uni ko'rishlar mumkin. Chiroyli ochyapti. Tugmalar ham bemalol o'tadigan holatda ochib berilyapti. Ko'rishlar mumkin. Choklarimiz 25 ta turibdi. Mashinka juda ham zo'r holatda. Bunda bu yangi model, Joy model, original model. Bundan ham olishgan. Bu ham juda ham ajoyib ishlaydi. Hop, tugmalari, duma juda ham chiroyli ishlaydi. Hop, haqiqiy eski legendarniy tugmadan ham bor bitta, zo'r ishlaydi. Qalay ishlaydi aka bu tugmangiz? Avtomat bilan bir xil ishlaydi. Qizig'i borda. Buni narxi $600-700 bo'lsa, bu narxi $100. Hop, buni vaqtida $600-700 olishgan avtomatni, uni $100 olishgan ekan. Lekin ikkovi bir xil ishlaydi deyapti. Hop, bu model yangi o'zlari kelishilgan holatda chiroyli narxlarda olishibdi. Hop, bu modelni o'zimiz olib berganmiz. Zo'r ishlaydi, bu ham zo'r ishlaydi. Hop, bu ham juda ham chiroyli holatda ishlaydi. Interfeyslarni ko'rishlar mumkin. Tezliklarni ham tezliklari ham 3000. Nastroykadan ozgina tushirilgan holatda bular ham zo'r. Xo'p, sexni tanishtirib o'tsak, seximizda legendarniy haqiqiy Baoyo mashinkalar qo'yilgan. Hammasi Baoyo mashinkalar. Orada brus ham bor. Baoyoni avtomatlaridan yig'ishadi. Jakni ham juda hurmat qilishadi. Jak ham bor. Jakda qaychilik avtomat W4S modelidan bor. Xo'p, tikib turgan xalatlari eksport faqat Baoyon 9 modellari 6800 modellar. Xo'p, bular o'zlari eng qulay mashinkalarni tanlab olishadi. Bag'i choklarga bularga Baoyodan ko'ra bruslar ma'qul. Jakdan ham qo'yishgan, ishlatib ko'rgani. Sinovga qo'yilgan bu. Choklar faqat brus. Brusda ham faqat Erming model tanlashadi. Erming model juda ham nozik. Xo'p, baykaga albatta jak juda ham chiroyli ishlaydi. Justa ham, jakda ham chiroyli ishlaydi. Asosan overlock bir choklarga juda ham o'zlari tanlab, o'zlari ma'qulni olishadi. Aka, sizga uncha mashinka ma'qul bo'lmaydi, to'g'rimi? Hop, akamning o'zlari ham ijodkor, Instagramda akkauntlari bor. Aka, xalatlaringiz hozir eksportgami? Hammasi eksport. Hammasi. Xo'p. Shunaqa texnikalar, faqat atborniy texnikalar yig'ilgan. Biz bular texnik jihatdan ko'rib berib turamiz. Hop, Baoyolarda ham 900 modellarda
Eng tiniqlaridan Bitta yig'ishgan. mashinkamiz bor-ku. Mhm. Antikorda. Bu bilan bu baroq chiqaradi. Averloda. Averloda. Barog'ini ko'ryapsizmi? Aha. Zborka tayyor, o'zi zborka qilib beradi. Eng qizig'i, shuni qilsangiz averlo chok. Averlo chokda Oldin zborka. bir chokda zborka qilib olinardi, lekin hozirda yangicha labkalar chiqqan. O'sha bitta labkada ham zborka, ham tikuv bo'lyapti. Juda ham chiroyli, xudo xolasa. YouTube'ga chiroyli kontent bo'lyapti. Xo'p, shu seximizda agar hamkorlik uchun bir takliflar bo'lsa, nomerlar qoldirib o'taman. Aloqaga chiqishlar mumkin. Xalatlardan ko'rsatib Ha. beraman. Xalatlari ham ha. Shu fasondagi xalatlar. Hozir yangi fasonlar ham chiqqan. Yangi fasondagi xalatlar. Juda ham chiroyli. Bular katta tugma deyishadi. Ha, katta tugma modellari juda ham chiroyli. Hozir Xo'p, sex juda ham mo'jazgina, chiroyli. Ishlar avjida ko'rib turibsizlar. Ko'p sexlar bunchalik ob'yomda ishlangan yo'q. Lekin bu yerda juda ham barakali ish bo'lyapti ekan. Aka, ishlarga omad. Texnikalar buzilmasin, muammo bo'lmasin. Baykareskada ham o'zlari kesib o'tirishadi. Baykareska ham o'zi kesadigan, aka. O'zi materialni qo'yib yuborsangiz, o'zi kesadi.